2 uchib ketdik. Assalomu alaykum bizlarning hurmatli kuzatuvchilarimiz. Men Ulug'bek ukamiz bilan intervyumiz bo'lib o'tadi. Assalomu alaykum. Bir ikki savollarimiz bor edi sizga. Muxlislardan kelgan o'zlarimiz savollarimizdan bor ichida sizga birinchi savolimiz negativchilardan boshlab negativchilar fikringiz. Negativchilar. Menda davom yo'q, najlis hozirlar kontent aytib turganim yo'q, davom. Shu ko'p kontentlardan xordim, shuning uchun toza kontent boshlash uchun harakatdamiz. Hozir izindamiz. Yana bir ikki savolimiz bor. Murod maqsadlar bo'ladi-ku odamni. Eng katta maqsadingiz nima? Eng katta maqsad. Hayotda eng katta. Eng katta maqsadmi? Menimcha boshda o'ylar edim. Shu mol, mulk, dunyo, bir narsa yetib olish, birovlarga egallash, bir narsa yetib olar edi. Hozir esa ota-onalar raziyat bo'lgani borimda qadrlash. Asosiy shu. Keyin qaysi davlatlarda bo'lgansiz? Shu Rossiya Piterda bo'lganmi shu? Toshkentda, Samarqand, Buxoro. Viloyatda boshqa yerga chiqmanman demandim. Bir narsa ko'rshin axir. Men shu ishlarda bo'lmanmi? Piterda ham chiqmanman lekin. Bizlarning muxlislarga, o'zingizning muxlislarga tilaklaringiz. Shu nima deymiz shu? Podpishga bosib qo'yib, kommentariy yozib chaqirtiringlar bo'lgani. Podpishga tursangizlar. Tushunib beradi shu men. Rahmat hammaga, sog' salomat bo'lasizlar. Shu bilan intervyumiz tugadi. Yana davom etishi mumkin, xudo xolasa. Yana bir ikki savollaringizni yozinglar pastda kommentariyada, like, podpiska tugmachasini bosib qo'yishingizdan chiqadi. Sog' salomat bo'ling.